Kelaman 10 ta o'zimiz jaydari zo'r buqachalardan xudo xolasa olib boqaman degan akalar uchun zo'r variant, pulini ham yengilroq hozir akadan so'rab gaplashib olamiz. Endi ko'ringlar akalar, mana 10 bosh ekan, yoshlari hammasini hozir so'rab olaveramiz. Hali birga kirmagan adashmasam, bular buzovchalar. Mana ko'ringlar akalar, yana bitta oldidan ham ko'rsataman yuzlari bilan xudo xolasa buqalarimizni. Endi aka buni hammasini gaplashdik. Nechidan qo'yamiz aka narxini? Biz 17 dan deyapmiz aka, 16,5 dan bo'lsa beramiz aka. Xo'p, 17 dan deyilyapti, 16,5 dan beramiz. Aka 16 ni o'zidan qilaylik. Ochsin shuni 16 aka. Xo'p, 16 ni o'zidan qo'ydik akalar, mana 16 dan. Aka soni nechta? 10 ta. 10 ta, hammasi yoshi nima bilan? Qanday? Necha oylik? Endi yoshi biz 1 yoshdan o'tgani bor aka. Xo'p, 1 yoshdan o'tgan ho'kizlarimiz har xil, endi balani bor ekan, 1 yoshdan baland, 1 yoshdan pastlar bor ekan. Akalar hozir nomerlarini qoldiraman. Bemalol telefon qilaverasizlar mana shu buqachalarimiz. Ko'ringlar, hammasini bir tekis qilib chiroyligina qilib bog'lab qo'yishgan. Oladigan odam bemalol mol qilsa bo'ladi. Boqib go'shtga foyda qilaman degan akalarimiz uchun zo'r variant. Aka nomerni ayting o'zi. 93lik 370 9996. Telefon qilish kerak akalar, xudo xolasa chiroyli narxda qilib beriladi. O'zimiz ismi Shohruh. Shohruh akamiz ekanlar. Aka savdo yazaversin, sog' bo'ling.